Demek planshetimizni mana ochdik. Vakuum planshetimiz. Mana bu ruchkasi. Hali oldingi videoda yaxshi ko'rinmagan ekan. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda ruchkasini qo'yib qo'yish uchun maxsus materialdan ishlangan joyi bor ekan. Bunda ruchkasi juda mustahkam tushadi. Ya'ni ruchka bunda tushib ketib qolmaydi, yo'qolib qolmaydi. Hisob qo'ysak, bemalol ishlab turadi. Xo'p, bunda deyarli hech qanday tugmalar yo'q bunda. Faqatgina mana bu orqada 4 ta partani ustida tekis turishligi uchun qo'yilgan mana shu nasatkalari bor va chap tomonida agar shunday ushlansa, mana bu ruchkasi o'ng tomonda ushlanadi. Chap tomonda ulanadigan USB teshikchasi bor. Mana shunga biz USB orqali ulab, uni kompyuterga ulashimiz kerak bo'ladi. Mana shu simni ulashimiz kerak. Endi buni o'rnatib olib, kompyuterimizga USB orqali ulaymiz. Birinchi marta ulanganda kompyuterda buni driverni o'rnatib olishni so'raydi va menda Windows o'rnida hamda kompyuterim internetga ulangan holatdaligi uchun o'zi o'rnatib oldi driverini, lekin qo'shimcha funksiyalari yo'q. Faqatgina foydalanish mumkin. Qo'shimcha funksiyalardan ham foydalanish uchun biz brauzerimizga kirishimiz kerak. Bu yerdan vacuum.com start one degan manzilga o'tishimiz kerak. Mana shu manzilda mana shu vakuum planshet haqida ma'lumot beriladi va quyida mana bu joyda ko'rsatilyapti. Step 1. Birinchi qadam biz mana shu planshetni USB kabel orqali kompyuterga ulashimiz kerak. Ikkinchi qadam mana shu planshetga mos dasturiy ta'minotni yuklab olishimiz kerak. Kompyuterimiz operatsion tizimiga qarab. Agar Windows bo'lsa mana buni, Mac bo'lsa mana buni, ya'ni Apple kompaniyasining mahsuloti bo'lsa buni yuklab olish kerak bo'ladi. Menda Windows edi, kompyuterim shuning uchun mana shuni yuklab oldim. So'nggi marta yuklanganlar ichida bor. Yana qayta yuklash urinib ko'rsam mana so'raydi. Vacuum tablet 6382 nomli driverning nomi ekan, 38.9, 40 megabayt atrofida, deyarli 40 megabayt. Uni yuklab olib o'rnatish kerak. O'rnatishda muammo tug'ilmaydi. 2 marta da tugmasini bosib o'rnatamiz va puskdan keyin topishimiz mumkin. Vacuum desak, Vacuum Desktop Center deb mana shu dastur. O'rnatib bo'lgandan keyin albatta kompyuterni qayta yuklashni, ya'ni перезагрузка qilishni so'raydi. Перезагрузка qilib o'rganimiz ma'qul. Moyi устройство qismiga o'tsak, bizda mana shu qurilmamiz haqida ma'lumot beradi. One by Vacuum. Menda bitta qurilma bor. Настройка pera. Pera bu mana shu ruchkamiz. Pero. Buni sozlashimiz mumkin bo'ladi bu yerda. Ya'ni чувствительность pera. Uni sezuvchanligi qanchalik tez sezish kerak. Radius двойного щелчка пером. 2 marta bosish radiusini qanday o'zgartirish mumkin? Va shunga o'xshagan. Uni ko'rinishini, qaysi qismi kompyuterning qaysi joyiga to'g'ri keladi? Pero rejimida ishlatamizmi yoki sichqoncha rejimidami? Shunga o'xshagan o'zgartirishlarni amalga oshirishimiz mumkin. Endi bunda soddagina yozib tekshirib ko'rishligimiz uchun hammani kompyuterida bo'ladi Paint dasturi. Paint dasturini ochamiz. Mana bizda Paint dasturi ochildi. Men hozir mana bu touchpaddan foydalansam, yozishim biroz noqulay. Bunda kist tanlangan ekan o'zi. Bundan foydalansam, olib borsam mana o'sha ekranda o'zgaryapti. Hali yozganim yo'q. Bu yerga mana yozib tekshirib ko'ramiz. Xuddi shu amalni mana bu touchpadda ham amalga oshirish mumkin, shu yozuvlarni yozish mumkin, lekin biroz murakkab. Men endi matematikadagi formulalarni yozish uchun oldim dedim, shuning uchun matematik formulani ham yozib tekshirib ko'ramiz birortasini. Hammamizga ma'lum bo'lgan ana shu kvadrat funksiya. Ikki chiziqli. Bizda yaxshi imkoniyatimiz bor bu yerda ruchka rangini bemalol almashtirishimiz mumkin bo'ladi. Mana shuni tanlasam, endi mana shu uslubda yozaman.
yoki yana boshqa rangini tanlab olishimiz mumkin. Bu foydalaniladigan dasturiy ta'minotga bog'liq. Menda hozir Paint dasturi. Bunda ham yozish mumkin ekan, mana ko'rib turganimizdek. O'zim yozuvim shaxsan biroz xuniyroq, shuning uchun mana shunday aks etyapti. Agar sizda husni xatingiz chiroyli bo'ladigan bo'lsa, bundan ham aniqroq, tiniqroq yozish imkoniyatlari bo'ladi.